Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun sizlar bilan nemish kod yozishni o'rganish to'g'risida bir o'rtoqlashgim keldi. Odatda biz kod yozishni o'rgangan chaqda charchab ketamiz, zerikib ketamiz. Chunki biz mush kod yozish orqali nemaga erishmoqchi yoki nima qilamiz kod yozishni o'rganib. Xil vaqtgacha kod yozishni o'rganib, masalan, ma'lum bir program tilini o'rgansangiz, Java, JavaScript, Python yoki boshqa program tillarini o'rgansangiz, siz o'rganib ma'lum kelganda siz ham oliy maktab muntazam tarbiyasi olmagan ekan, siz u kodni nima ishlatganligingizni yoki eng oxirida nega borganligingizni bilmaysiz. Undan keyin qo'lingizda nima qilaman men kod yozishni o'rganib yoki IT o'rganib nima qilaman, nima foydasi bor deb o'ylashingiz mumkin. Odatda hozir dunyodagi IT sohasida muvaffaqiyat qozonganlarning ko'pinchisi, endi men statistiklar baxmadim, lekin ko'pinchisi qanday oliy maktab bitkazmagan. Masalan, Mark Zuckerberg deymiz, Facebook'ning qurg'uvchisi. Yoki Bill Gates, Microsoft'ning qurg'uvchisi deymiz. Endi ular oliy maktabni bitkazmagan. Shunga siz masalan hech qanday kod asosangiz bo'lmasmi yoki oliy maktabda shu maxsus kompyuter sohasida o'qimagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Chunki bu kompyuter sohasi yoki IT sohasi o'zligida o'rganishni talab qildi. Siz to'xtamay o'rganish orqali oliy maktabda o'qigandan meshib ketishingiz mumkin. Biz masalan har ishni kasb ahli so'zi son deydik. Qushqach bo'lsin, qassob so'ysin degan gaplar bor. Balkim bu bizga salbiy ta'sir paydo qilgan bo'lishi mumkin. Hozir qarab baqsaq, kim o'zining ahli kasbini qilyotdi? Masalan, matematikada o'qisangiz, matematika sohasida shug'ullanishingiz mumkinmi? Nazariya jihatdan shunday, lekin amaliyot bunga moslashmaydi. Undasa biz zamonning ehtiyoji bilan mush IT sohasiga yurish qildik. Chunki hozirgi 4-qismlik sanoat inqilobi deganimiz is qilgan bo'lishinglar mumkin. Buni 5 yil burun kamera orqali bir odamning millatini farq qila oladi desa biz ishonmasligimiz mumkin. Balkim ilmiy fantaziya kinolarida ko'rgan bo'lishimiz mumkin yoki amaliyotda unda bo'lganlikqa ishonmasligimiz mumkin. Hozir bir odamningki millat emas, kamera. Bir odamning badan temperaturasi, egizligi, ma'lum bir jism itmi, mushukmi, ashni farqlantirish iqtidoriga ega. Bu degan tuning texnika. Bu yerdan olib buni obyekt payqash modeli deymiz buni, uyg'urchalashtirsak. Hamda buni obyektdan olib hozir harakat payqash texnikasi keldi. Harakat payqash deganimiz, masalan, bir ma'lum bir jismningki harakatini oldin faraz qilish. Odatda oldin faraz qilib bo'lamdi deganda, oldin faraz qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Siz birisi bilan bir o'yin bor, mush yaproq, qaycha o'yinsangiz, siz qarshi tarafningki nima chiqarganligini bila olamsiz? Natan bilmaysiz. Agar uni bila olsangiz, lotereya o'ynab boyib ketishingiz mumkin. Oldin faraz qilib bo'lmaydi. Endi qanday qilib bo'ldi degan chaqda, hozirda mushu harakat payqash model orqali qarshi tarafningki mush qo'lidan chiqarmoqchi bo'lgan harakatini kamera orqali to'nib, nima chiqarmoqchi bo'lganligini qanday 1 millisekund ichida ashini bilib, hozirgi mashina odamlar, ya'ni shu kamera texnikasida, to'ntish texnikasida qarshi taraf nima chiqarganligini faraz qila oladi. Amaliyotda bu aldashlik yo'lsizmi? Buni saxtpazlik qilish deymiz. Ammo bu texnika, bu saxtpazlik emas. Noit tez suratda hozirgi mashina odam, yaqinda yasab chiqqan mashina odamlar qanaqa qiladi? Eng oddiy misol olsam, mush yaproq qaycha degan o'yinni 100% qarshi tarafni tutib oldigan keldi. Sizni agar mashinalar o'yinsangiz hozir, mashina odam bilan yoki robot sizni 100% tutib oladi. Bu amaliyotdan qo'rqinchli texnika. Hamda bularning hammasi bir kundan bugunga narsalar emas. Siz ham kod o'rgangan chaqda, men hozirlam sizni u texnikalarni egallang demayman. Chunki menda unda texnika yo'q. U degan bir marafonchi yugurish musobaqasi. Hargiz kuchurab yugurish musobaqasi emas. Uzun jarayon. Shunga biz ham oddiydan boshlaymiz. Mushu obyekt to'nish texnikasimi kamera odam yuzini qanday to'g'ri dastlabda 2001-yildan boshlab bu texnika rasmiy kamera orqali qanday qarshi tarafningki
chiroyini tunish amalga oshgani, bu aqliy ixtiro yoki sun'iy idrok deymiz. Mush odamningki ko'z, quloq, burun o'rin joyini birma-bir kod bilan yezib to'ntalgan 2001-yildan boshlangan. Hozirgi saviya intayin yuqori. U vaqtdan intayin 2001-yil hisob qilsak, eng ilg'or saviya desak, hozir u ilg'or saviya qanda ishib hatta umumlashtirildi. Kamera orqali qarshi tarafni toniy oladigan. Ammo hozir uningdan ishib qanda harakatni toniy oladigan. Endi hozir eng oldi nima degan chog'da ash mashinani, robotni o'zligidan o'rganadigan holatga ketib bordi. Bir narsani yasab qo'ysangiz, masalan, neychilishni, bir neych olgan bir robot bo'lsa, siz ashini deep learning deydi, cho'ng o'rganish orqali bir neych olgan robotni yasab, hozir bular. Uningga shuni kodni yezib yasagan chog'da bir tal neyni tutqizib qo'ysa, ash neyni o'zligidan o'rgangan keldi. Bu qanday bo'ldi deganda, uning neychilishni o'rgatmasangiz bo'ldi, o'zi o'rgandi. Burun programmalash orqali o'rgatildi. Hozir qanda o'zligidan o'rgangan hatto odamlar neychalanmasmi? Nima, neychalanmasmi emas? Chap baxman ijod qilib baxman bir muzikani ijod qila olishi mumkin. Endi shu tarafga ketib bordi. Biz ham uningdan bak yiroq holatda. U eng dunyodagi oldingi texnikalar bu. Mana bizning oddiy oldida biz kod yozish orqali nima ish qila olamiz deganda shuni so'zlamoqchi. Odatda biz uchun shu kompyuter sohasidan nima ish qila olamiz deganda balkim avtomatlashtirib sinash yoki ochiqchi bo'lish, ochiqchi degan ham developer deydi. Bir narsa ich to'rbat yasash deymiz. Undan keyin Photoshop, shunga munosabatlik sohalardan non-tip yeyishimiz mumkin. Hamda balkim bundan yuqori saviyada ishlayotgan uyg'urlar bo'lishi mumkin, men uni uqmayman. Endi biz umumiylik hisob qilgan chog'da biz IT o'rganib nimiz qanday qilmoqchi deganda, nima maqsad yeta olamiz, nima uchun eng oddiy program tilini o'rganamiz deganda, men sizlarga bir amaliy bir misol ko'rsatib qo'yay. Men Eclipse'dan kod yozgan bir ramga ichib oldim. Buni class deymiz. Men hozir yozmoqchi bo'lgan kodni ko'pincha tushunmasliginglar mumkin. Chunki buni o'rganmagan bo'lsanglar tushunmaysizlar. Hech qisi yo'q. Men faqat sizlarga mush kod yozishni o'rganib yoki IT sohasida oxirida nima ish qila olamiz, amaliy biz nima ish qila olamiz degani biz anqira olishinglarga yordam qilish uchun, ilhom bag'ishlash uchun men hozir bir oddiy Instagram action'ni avtomatlashtirilgan bir bot yasamoqchi. Unda men kod yozishni boshladim, ba'zi texnikalik yerlarni tushunmasligim mumkin. Hech qisi yo'q. Faqat sizlarga ilhom bo'lish uchun yozaman. Unda men boshladim, men avval men kerakli hujjatlarni tushirib olaman. Men avtomatlashtirish uchun qana Seleniumni Tor ko'rgishni qo'zg'atish uchun WebDriverni Seleniumniki. Undan keyin ba'zi munosabatli hujjatni tushirish uchun avval men Selenium tushirib olaman. Ba'zi bir sonliq ma'lumotlarni men boshqa bir hujjatni ichib, boshqa bir ramkani, ya'ni boshqa bir klassni ichib, uni shu yerga saqlamayman. Masalan, maxfiy nomeri mening Instagram'niki. Boshqalardan qanday yo'shirish uchun. Ham sizlar ko'ra olmaysizlar, lekin shuni olsam, boshqa bir nimani ochaman. Hozir bir klassni birini quray. Buni bir bot dey, Instagram bot. Endi ko'pincha shu kompyuter ishlatganlar ingliz tilini ishlatganlik uchun men ingliz tilini ham ishlatdim.
username password deyimdi. Eng asosli base URL deydi, eng bosh o'q tor adresi https Instagram'dan. Hozir bir tor ko'rgishni qo'zg'atmoqchi. Men Chrome'ni ishlataman. Chrome'ni ishlatay, Firefox'ni yoki qaysini ishlasanglar bo'laverdi. Keyin o'rganganda. Buni men parse qilaman, ya'ni boshqa bir hujjatda configuration, ya'ni setlash uchun boshqa bir hujjatga olaman. Bu yerga o'sha Chrome'ninki qayerda muhitni uni men keltirib ko'rsatib qo'yaman. Hozir men parserni izlay. Shu o'zimningki maxfiy nomer yoki tor-bet adresi boshqalarni Chrome'ni, ya'ni Google'ningki tor ko'rgichini shu muhitini saqlaydigan ayrim bir hujjatningki adresi shuni hisoblayaptiman. Configuration parser, C parser deplam. Shuni o'qiymiz shu hujjatdan. Hamda men dalmish username'ni o'zimning yozmoqchi bo'lgan, ya'ni akkauntimning ismi va maxfiy nomerini shu yerga saqlab oldim. Saqlab qo'ydim. Bununla bir authorization deb uni username password shu bir bot, ya'ni robotdagi bot.
username bilan passwordni qanday shu yerdan bevosita o'qiydi. Ma ikki tanglik odatda ikki miqdorning tangligini ifodalaydi. Endi dastlabda constructor orqali shu Instagramningki ismi, account ismi va maxfiy nomerini kirgizgan bir construct yozib oldim. Endi mushuni Instagramdan qanday miyaga account nomerini yozamizmi? Yoki inglizcha username deydi mana. Username, miyaga password, maxfiy nomerini yozamiz. Endi mush login. Mushning kirish, mushuni bossak ham kirdi Instagram. Endi mushuni men bir avtomatlashtirish uchun bir funksiya yozib olaman. Men hozir buni Pythonda yozayotgan ekan. Balkim Java'da method deydi. Endi qaysi o'zi yozg'ili bo'ldi shiklisida. Shiklisida Python bilan Java bilan men qilayotgan qilib bo'ldi, ha. Mushu kirishga bir funksiya yozib olaman avtomatlashtirish uchun. Mavu silenimga munosabatlik. Men to'g'riga shu nimsiga kirmoqchi. Mana C parser mana qanday oladigan ne aylantirib oldi, yana bir hujjatdan aylantirib ekildiganni men yerga saplab oldim. Ham shundan foydalanib boshqa bir hujjatga yozib olgan o'zimniki maxfiy nomer yoki boshqa to'g'ri betni shaydalam bevosita olaman. Bu yerdan qolay buni page object model structure deydi. Shuna o'xshab ketadi. Mega URL login ne? İngilizce login deydi mi kirishni? Buni formatlashtirib qayerga kirma deganda shu base URL'ga kirma. Mana bu asosli Instagram degan mushugi. Endi men faqat mening keyindagi yanto'sizoq accounts login deganlarga kirsam bo'ldi. Hozir men buni miyaga saqladim. Buni ayda qo'sh qilib bo'ldi. Bizim sanlı chiqsa yo'q. Bunga sal bir saqlatishga vaqt beray. Sekund vaqt berib qo'yay. Endi men mushu ism yozgan username kirgizgan bilan mush password va mushningki elementining mush elementlarning qanday o'rnini topmoqchi. Bu o'rnini qanday topamiz deganda inspect qilib inspect element. Qarsanglar bu o'rin topquchidan qanday men name ishlatmoqchi. Name qanday username. Password bo'lsa, mana name password. Ma loginninki type ni ishlatay. Submit yo'llash degan gap. Buni CSS yoki Express orqali topsam bo'ldi. Ishkilisning name o'zining ismi bilan, ha. Shunga find element by name dan ishlatyapman. O'zimning ishlatgan account nomeri bilan maxfiy nomerini yo'shirish uchun sizlardan faqat boshqa hujjat saqlab qo'ydim.
Mush o'xshash yo'l bilan mushunga nimani avatma deganda bir qimmat avatma qaysini men saqlab qo'ygan username ni bu qimmatı name username lama hozir boyamqi account nomer saldiga men mush qimmatni saldim o'zimning account nomerini hamda bu password ismi qanday password saldiga o'zimning passwordni saldim bo'lmasa hamda men parse qilishimning maqsadi shu saqlash o'zimnikini ana qo'llanishadigan yuqori hamda login mushuni qanday topmay deganda submit type bor ekan-ku masalan mushuni bevosita qanday topmay deganda Mana button kelmem xato yazibman. Mana. Topdim mana mishani o'rnini demoqchi. Mushuni bassam ham bo'ldi. Mushuni topamiz. Men CSS yazdım. Bunu men saqlab qo'yay. Elementning orasiga. Yana shu login button. Ana click ashuni bosaman. Ashuni bassam kirdi. Mani bir funksiya ishga ilib oldim. Kirishkima bir azroq saqlatib qo'yay, xultib qo'yay. No'm 2 sekund xultib qo'yay. Chunki men bu tor kirgich yetish bo'lmaydi, biroq saqlamaylam. Hamda mana bu base URL biz miyadan qanda mushu base URL ning kendillam mushu boyamqi bosh o'q torbetning kendi ma'ni qanday deydi? Manba deydi. Ma'ni source deymiz. Accounts login mushning kendidan qanday men shuni kirgizmoqchi. Shuni saqlamoqchi. Source pass day uni. Bunun qanday? Qo'shib shu stringni formatdan foydalanib bu base URL linki kendi ulaplam qanda mushunga yozmoqchi.
Mesela ma base URL ma Instagram'daki. Kendiki source'ni onu men hisoblab qo'ygan hujjatning ichiga kirgizib qo'yma. Mana bu yerdan qana o'zi avtomatik toniydi degan gap. Endi qanday qilamiz deganda biz ash login qilib kirganda o'zimizning nomeri, maxfiy nomeri ashni besib kirgan chaqda biz shu ma'lum bir odamningki, masalan, kimga ergashmoqchi bo'lsak, shuning bitini ichib, shuning bitini uningga ergashish uchun qanday qilamiz? Follow deganni bossak ham ergashadi, shunaqa. Men shuni yana bir funksiya yozmoqchi uningga. Uningga ergashish deb yozolay. Nereden aş source pass'ten emizden o'xshash qo'y. Aş ergashgan knopka, button deydi knopkani. Shuni xuddi boyamqi username password degani qanday topgan bo'lsam, shuni XPath orqali qilam topmoqchi. Uni qanday qachlab qo'yay parserga. Element uni follow ergashmak deydi inglizcha. Shu Instagramni qaysilik tanishib qo'ygan bo'lsanglar, shuningki chiqadi. Endi biz shu follow buttonni qanday qilamiz? Click bosib besish degan gap endi. Da chekishni, buni mousedan chekishni click deydi. Endi tugda. Endi men qanday qilmoqchi deganda, men boyan saqladim qo'y username deganni. Men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Biz shu project turimizni saqlaganini olsak, mana hozir men yozayotganim bu. Ma /configure. Men bu yerga qanday username hozir men buni yozmadim. Username password. Mana men adresi, shuna qanday ayrim bir hujjatga saqlab olmay. Mesela bu yerga mening maxfiy nomerim masalan bunda bo'lgan bo'lsa, o'zimningki maxfiy nomer qanday 1-2-3-4-5 endi bunda emas-ku. O'zingizning xohlagancha bir şey saqlab olsangiz bo'ldi. Bir şey saqlab olib o'zingizlarnikini. Endi bu yerda shuni ekilamiz bu yerga. Shu authenticate username deganni. Şu ma'ni yozgan chaqda boshqalarningki ko'rilishini qanday saqlanib bo'ldi. Endi biz o'qimoqchi bo'lgan har bir ergashmoqchi bo'lgan odamlarni qayerga saqlaymiz desanglar, uni o'xshash bir tekst hujjat shaklida saqlab olamiz. Masalan, men bayon qilib 50 nechimi? Qancha sanamabdim. Shuni saqlagan bizningki emizning adresini qanamış tekst shaklida. Hozircha 54 ni saqlab qo'yibdim. Masalan, tonish uchun uyg'urlarning bir qancha Instagramdan saqlab qo'ydim. Endi ergashish uchun shularni sizlarga ko'rsatib qo'yish uchun. Buni tekst shaklida bunimi qani o'qiymiz. Masalan, buni qanday o'qiymiz desak, ma'ni usersni va configni mana configurate, ya'ni seplab qo'ydim. Endi userni qanday o'qiymiz deganda, ash usersninki qanday tekst shaklida o'qishga nim beramiz. Read debchi. Yani buni loop orqali, for loop orqali o'qisam, read lines'dan
o'qiymiz. Men bot deb yozdim-ku. Follow user. Endi ma'ni qanday? Ma'lani birdan o'qiydi. Endi men yozgan miyaga ma'nilarni ekib qo'ysam, endi hemimiz bitti. Endi buni mang'izimiz. Optimatlashtiryaptim. Sen Uyghur Media, geçti, Uyghur Collective, geçti, Uyghur Comedy. To'xtamay action. Endi kompyuterning saplamasi bilan munosabatlik qanday tizmangdi, aslimangdi, qanchalik bo'ldi degandek. Muşdan hammasi agishida. Masalan, buning qanday unumga yetkazib oldi deganda, biz menimda bir 50 dek ne kirgizib qo'ydim-ku. Masalan, 100 ni kirgizib qo'ysam-chi, 1000 ni, 10 mingni agar 100 mingni kirgizib qo'ygan bo'lmaydi, uning nimasini. Bir bizga sonliq ma'lumot ehtiyojda biz endi nima degan chaqda bu hozir yana bir soha internet bozor ishtik bo'layotgan. Shu sonliq ma'lumot, ya'ni data, sonliq ma'lumotni qizish deydi, data mining deb. Bizga qanday shunday sonliq ma'lumotlar bo'lsa, adresi degandek, buni to'plab, masalan 5000, 10000 hamni kompyuterning saplamasiga ta'sir ko'rsatadi, motori qizib ketdi, ovoz chiqib qoldi. Qancha bo'lsa, biz endi nurg'ishni avtomatlashtirib, osonlashtirib bo'ldi. Agar biz bir qancha tor mulozimlar setilib AWS'dan shuni saplab qo'ysak, bu ham 24 soat mang'di. Buning endi bu endi eng oddiysi biz kod yozish orqali erishayotgan eng oddiy unum. Men to'xtamayman, hammasini agashkicha to'xtamayman degan gap. Hozir agishyapman bizga qo'lim bilan har birisini agishimni ochdik. Yana bir ortiq yeri, masalan, o'zimninki maxfiy nomerlar username. Uni o'zim uchun qilib qo'ydim, shunday bir qilibni yozib oldim kod orqali. Buningga har qanday odamninki o'zining ism bilan maxfiy nomerni almashtirib qo'ysak hozir, bayon qo'yjetdan, configuration, saplashuvchidan. Mana oxir NBA go. NBA eng oxirgisi NBA edi. Qo'yam, men 0 odamga erishdim, shunami? Hozir 54 ga avtomatik erishishni nima qildim? Hozir qarab baqsaq, men 41 ga erishibdi. Qolgan 54 ning 9 qanchaga erishdim, nimishga erishdim desanglar, erishdim desanglar. Men qaranglar, 16 erishib bo'ldim avtomatiklan. Yani ular erishmidi. Bu bir bot, ular boshqalar bir yozgan hamda. 9 ga balki men vaqt orliq 2 sekunddan belgilab qo'ydim. Uni uzoqroq belgisam balki menimizga erishishim mumkin. Uni tanishib maqsadga yetkazib bo'ldi. Hozir faqat 41 ga erishib qo'ydim. Men buni 1000 desak 1000 ga erishib bo'ldi. Kompyuterni saplamasi yaxshi bo'lib qolsa. Intayin oson 1 soat qolmay yetkazib bo'ldi bu maqsadga degan gap. Endi bugungi demak shug'unimni yig'incha qilsam, hozir kod yozish orqali nurg'unilgan maqsadga unumga yetkazib bo'ldim. Avtomatlashtirish orqali. Endi siz balkim keyingi bir Facebookni qurmasligingiz mumkin yoki Mark Zuckerberg bo'lamasligingiz mumkin. Men bo'lganda shu Facebook ishlay olsangiz yoki shunga o'xshash shirkatlarda sizning turmushingiz o'zgaradi degan gap, yaxshilandi degan gap. Moddiy jihatdan kapolatga bo'lgan chaqda anadagi nurg'ishlarni qila olasiz. Shunga to'xtamang, meyeslanmang, kod yozishni o'rganib qo'ying. Hamda hamma odam cho'qim kod yozing degan gap emas. Hech bo'lmaganda birini ortiq bilib qo'ysangiz foydasi bor. Rahmat.